Assalomu alaykum hurmatli insonlar, iltimos videoni hammaga tarqatinglar. Mana 15 yoshli qizim joniga ujasini qasd qildi. 15 yil hech qachon aytmagan jonimga qasd qilaman deb. Kecha больницаga o'ziga kelib ko'zini ochdi va birinchi aytgan gapi "Mama, я не хотела" deb yig'ladi. Men xohlamagan edim deb yig'ladi. Keyin mendan iltimos qildi uydagi hamma labubularni uydan yo'qotishimni. Bilmayman nima uchun. Holi polностью o'ziga kelgani yo'q qizim. Polностью o'ziga kelsa aniqlaymiz. Videoni tarqatinglar, insonlar rostdan ham yomon narsa ekan. Neti причина mani qizim joniga qasd qilgan. Причина onasi internetga pul tashamabdi. Eta причина bo'lmaydi. Qizim ужасный joniga qasd qilgan. Lekin ko'zini ochibdi, komadan chiqibdi, reanimatsiyaga. "Mama, я не хотела, прости" deb yig'layapti. Men xohlamagan edim, kechir meni deb aytibdi. Uydan labubularni yo'qot, iltimos deyapti. Jajgalgan tashadim, portlaydi. Xudoga shukrki, meni bacham tirik qoldi. Hozir yaxshi ahvoli. Bir Xudo tarafdan tirik holida, lekin ana shu labubu mana shu yomon ekan haqiqatdan ham. Qizim ko'zini ochibdi. Birinchi aytgan gapi "Mama, я не хотела" deb yig'layapti. Uydagi labubularni yo'qoting uydan deb aytdi menga. 15 ga kirgan qizim biron marta o'zimni o'ldiraman deb menga hech qachon aytmagan. Hech qachon unaqa ish qilmagan. Yana shunaqangi joniga qasd qilganki, u situatsiyadan odam tirik chiqishi mumkin emas, lekin meni bacham tirik. Xudoga shukr, xudoga shukr. Odamlar birovlarga yetqinglar, labubu sotib olmanglar. Menga kimdir aytadi, kommentariya yozuvdi. Men e'tibor qilmadim. Rost ekan mana shu. Tavba qilim, o'zidan o'zi bacham joniga qasd qilsa, internet причина bo'lmaydi. Internet причина bo'lmaydi. Bacham joniga qasd qilishga internet причина bo'lmaydi. Voy, birovlarga yetqiringlar, bu videoni tashanglar. Labubu olmanglar, uylaringizga bo'lsa musorga tashanglar.